3-0 ga yutdinglar, tabriklayman. Rahmat, rahmat. Bugun Somsada bayram bo'ladi. 100 olamiz. Olinglar hammanglar. Men ichmayman. Samolyotda o'yinchilar dab kelganman. Ertaga ketamiz. Ol bir maza qilaylik. Yuringlar, yuringlar. Uyga kiraylik. Xotirjam o'tiramizda bir suhbatlashib. Qatar jamoasi, Tavba qildim, o'zbeklar hamma narsadan oldinda ekan. Telefon qani? Alo, men Qatar terma jamoasining bosh murabbiysiman. Kecha o'yindan keyin ketaveraylik desam, bolalar charchadik, dam olaylik birar kun O'zbekistonda degandi. Lo'tchigimiz kechasi torgiz yeb qo'yibdi, atravleniya bo'lib qopti. Bo'pti, uyga kelyapti, gaplashamiz. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi bizga baribir jahon chempionatiga O'zbekiston chiqadi. Ortinglar meni, to'g'ri Qatarga ketamiz. Hamshira opa, 3-4 soatga yetadigan ukolinglar bo'lsa sayib qo'yinglar. Axir bu bizning lo'tchigimiz. Biz Qatarga qaytib ketishimiz kerak. Qo'y, shu torgizni yema, qarab pishmaganga o'xshayapti desam, yeb oldi. Menimcha-chi, miyasi ham aynib qo'yganga o'xshayapti. To'g'rimi? Tavba qildim. Yutib qo'yishimizni bilib turib kelganinglarni qaranglar, rasxot qilib. O'zi sizlar umuman futbolni tark etinglar, yaramay qolibsizlar. Qo'ying opa, uni demang. Endi bizga ham tirikchilik. Har zamonda o'ynab turmasak bo'lmaydi, yutkizsak ham. Lekin yana kelamiz albatta. Siz menga yoqib qoldingiz. Rahmat, yaxshi qoling.